Tug'ilgan kunimga nima olib keldingiz, dadajon? Tug'ilgan kuningga 9 ga kirganing munosabati bilan o'zing xohlagan velosipedni oldim. Qani? Oyingdan so'rasang olib beradi. Voy, rahmat, dadajon. Yozib qo'y. Shayton, birodar, axir o'zimni qizim-ku. Yaxshilikmi? Ha? Yoz. Qilgan ehsonlarimni jamoat oldida hammaga ayting, xo'p? Hamma bilishi kerak. Oldin odamlar qilgan ehsonlarni hech kimga aytmang deyishardi. Qariyalar uyiga qildik, oilalarga qildik, Ha? namozni vaqtida o'qiyapmiz, Ha? masjidga ehson qildik, zakot. Hozir qizimni maktabdan olishim bilan opamga zakot beraman. Ha? Ro'za kelsa ro'za tutamiz. Oxirida umra haj qilsak bo'ldi. Bular nima uchun qilayotganingni bilasanmi? Ha? Nima uchun? Jannatga kirish uchun. Yaxshi. Dada, hozir to'g'ri uyga ketyapmizmi? Yo'q qizim, avval borib xolangga zakot berib kelamiz. Zakot nima? Zakot mol-mulkni hisobidan ma'lum bir qismini muhtoj insonlarga berish zakot deyiladi qizim. Xolangni boquvchisi yo'q, unga borib zakot berib kelamiz. Nega oldinlari yordam so'raganda yordam bermagandingiz? Buni hammasi jannatga kirish uchun qizim. Biz yaxshi amallar qilsak, albatta jannatga kiramiz. Qilgan amallarimiz uchun kiramiz xolosmi, a? Ha? Yo'q, unaqa emas. Biz faqat Xudoning rahmati bilan jannatga kiramiz. Buni kim aytdi senga? Ustozim, bir kishi 500 yil ibodat qilib Xudoning oldiga borganda, Xudo buni meni rahmatim bilan jannatga kiritinglar deganda, u odam yo'q debdi. Men 500 yil bekorga ibodat qildimmi? Qilgan ibodatim uchun kiraman debdim. Keyin Xudoning g'azabi kelib, va farishtalarga buyuribdim. Buni 500 yil ibodati va men bergan ko'rish ne'matimda tarosiga qo'yinglar debdim. Tarozi pallasida ko'rish ne'mati 500 yil qilgan ibodatini bosibdi va uni do'zaxga uloqtirishibdi. Biz faqat Xudoning rahmati bilan jannatga kirishimiz mumkin ekan, dada. Rahmat senga qizim. Yo'q. Yo'q, u yerda men bo'lganman. Qayerga ketyapsan?